Bugun tadbirkorlarimiz oldidagi masalalar muammodan yechimga tamoyil asosida hal etilmoqda. Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan qator davlat va jamoat tashkilotlari, xususan banklar joyiga chiqib biznes vakillarining faoliyatlarini yanada rivojlantirishga ko'maklashmoqda. Hozirgi lavhamizda bu borada Xalq banki tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinadi. Namangan tumanidagi suv nasoslari va elektr dvigatellari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona hududdagi yirik quvvatlardan biri. Bugungi kunda korxonada 200 nafardan ziyod fuqarolarning bandligi ta'minlangan. Davlatimiz rahbarining aniq topshiriqlariga asosan tadbirkorlarni o'ylantirayotgan masalalar, muammolarni bartaraf etish, ilg'or tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan amaliy ishlar kutilgan natijani bermoqda. 2024-yilda davlatimiz rahbari Namangan tumanidagi Nam Motors korxonamizga ham tashrif buyurdilar. Tashrif buyurganlardan keyin ko'plab yangi loyihalar uchun yaxshi imkoniyatlarni, shart-sharoitlarni qilib berishlari natijasida biz yana ko'plab ish o'rinlarini yaratib, zamonaviy turdagi yangi ishlab chiqarish dastgohlarini sotib oldik. 2026-yil boshida bizning korxonamiz uchun aylanma mablag'i va yangi dastgohlarni sotib olish uchun mablag'dan qiynalib qolgan paytimizda bizga shu muammoni yechimini Xalq banki tomonidan bizga taklif bildirib, shu muammomizga yordam qilishlari natijasida $1 million hozir yangi loyihalarni boshlaganmiz. Bu loyiha yangi texnologiyalar, bu texnologiyalarni olib kelib o'rnatganimizdan keyin shu korxonamizda ishlab chiqarilayotgan elektr dvigatellarini robotlashtirilgan holda ishlab chiqaramiz. Bu loyihamizni amalga oshirish natijasida ish quvvatimiz 3 barobarga oshadi. Prezidentimizning topshiriqlariga asosan banklar zimmasiga bevosita o'z mijozlari bilan mijozbay va mahallalarda mahallabay tizimi asosida ishlash joriy etildi. Namangan tumanida 50 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, shundan qariyb 11 ta mahalla Xalq bankiga to'liq biriktirilgan. Bularda albatta biz mahalla bankirlarini, mahalla agentlarini biriktirib, bevosita joylarda tadbirkorlik subyektlari bilan, bundan tashqari oddiy fuqarolar bilan ularning biznesga xohishlari joylarda o'rganilyapti, yangi tadbirkor subyektlarini barpo qilinyapti. Navro'z mahallasida tashkil etilgan Gulchilik kooperatsiyasi, aniqrog'i imtiyozli bank krediti asosida yo'lga qo'yilgan mazkur loyiha orqali o'nlab fuqarolar doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minlandi. Nogironligi bo'lgan fuqarolar ham ishga jalb qilinganligi ijtimoiy himoya masalalariga alohida e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. To'g'risini aytsam, bundan bir 7 yil oldin biz bir sotuvli issiqxonada ish boshlaganmiz. Daromadimiz shunga yarasha bo'lgan. Keyingi 2 yil ichida mana katta gulchi tadbirkorga aylandim. Buning uchun eng avvalo prezidentimizga ming rahmat aytaman. Men tadbirkorlarga shunchalik qulay sharoitlar yaratib beryaptilar. Qanday rejalaring bor deb uyma-uy yurishdi bank xodimlari, bank rahbarlari. Mana Xalq bank bizga moliyalashtirib issiqxona qilib berdi. Birinchi bosqichda 20 sotix issiqxona tikiladi, 300 million so'm kredit ajratib berishdi. Hozirgi kunda prezidentimiz qarori bilan xo'jalik yeriga ajratilgan yer gulchilik yeriga qaror qilib chiqarildi. U yerga ham 25 sotix issiqxona tikiladi, kredit ajratib berildi. Shu bu yil haqida gapirsam, bizda muammolar isitish tizimida muammolar bo'ladi. Yana 100 million so'm kredit ajratib muammolarni hal qilib berishdi. Albatta, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq muammo va masalalarni tezkorlik bilan hal etilishi istiqbolli loyihalarni tizimli amaliyotga tatbiq qilishda katta imkoniyat eshigini ochmoqda. Buni ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilayotgan amaliy ishlarda ham ko'rish mumkin. Albatta, bunday ishlarning ortida muhtaram prezidentimiz turibdilar. Birinchi bo'lib men uyda shirinliklar tayyorlab, buyurtma asosida sotardim. Keyin menda bu sohani kuchaytirish g'oyasi paydo bo'ldi. Xalq banki Namangan tuman filialidan ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi bo'yicha 40 million so'm kredit oldim. Foydaga chiqqanimdan keyin men navbatdagi bosqichdagi kreditga o'tdim. 100 million so'm kredit olish jarayonidaman. Kreditimga yangi zamonaviy muzlatgichlar sotib olmoqchiman va 12 nafar xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash maqsadim bor. Ravnaq mahallasida yashovchi Olima Umar va hududdagi yangilanishlar, oilaning iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan ko'mak, ajratilgan imtiyozli kredit imkoniyatlaridan foydalanib, biznes g'oyasini amalga oshirdi. Bedanachilik yo'nalishida oilaviy biznes tashkil etildi. 12-13 oyda bir marta yangilaymiz. Bir kunda 3,5 metr tuxum qilishadi bular. Donasi 350 so'm. Bundan biz bir oyda 20 million so'm daromad olamiz.
u xonamizda tovuqimiz bor, mo'limiz bor, daromad undan ham olamiz. Yana hozir mana bizga 100 million so'm beramiz deyishdi bank xodimlari. Yana shuni yoniga 5 ming dona qo'shmoqchimiz. Taklif va tashabbuslar, g'oyalarning hayotga tatbiq etilishi bu jarayonda yuzaga kelayotgan ayrim muammolarni tezkorlik bilan hal etilishi oilalar daromadini oshirishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari topshiriqlariga asosan tadbirkorlarning muammo va masalalarini qonuniy hal etish, mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanishga qaratilgan amaliy harakatlardan kutilgan natija ham ana shu.